Kesin sochini kalga olamiz. Qizib ketyapti akamga. Suvda. Suvda mana. O'zimiz olamiz, videosini chiqazamiz YouTube'ga. Kal qilib olganman. Davoymi? 1000 ta komment yig'ilsa davoy. Traktor ham ishlab chiqaradi bular. Zarulomda men buni 2000dan oldin sotib olganman. 2000-nechinchi yillar. Yevrodan sotib olganman. Izraelga ko'chib ketdi. Yunusobod 19 turardi. Qanaqa boshlasam, Ganamak, tegin emeski. Nevetski. 11 dona chiqqan ekan. Zarulom jurnalini ko'rsatdi u. Zarulom jurnalini mana ko'rdi. 11 dona chiqqan ekanda. Bu mashina 11 dona chiqqan. Ha. Bor yo'q. Başa retkida, знаешь? Zarulomda chiqqanda? Zarulom bo'lardi. Ha, sayz paytda bo'lsa-da. Har necha vaqtda bir vipiska chiqarib jurnalni. 3 oydan bir chiqardi vipiskasi. Ba'd mashinaning istoriyasini chiqaradi. Mashina, mototsikl, Ha, texnika. beli. Yangiliklar bo'lib qolsa. Shularda yozilgan ekan 11 dona chiqqanda. Yo, bu o'zi ana urush davridan 870mi, 880-yildan beri ishlab chiqaradi o'zi. Firma bo'lgan ekan. Firma bo'lgan. Bu ana urush kinolari borku. Xo'sh. Tumshuqchalik bir jipga o'xshagan go'shtni ana shu firma ishlab chiqargan. Firma bo'lgan deyshadi. Bu shu Poyezddan ishlab chiqqan bular. Lokomotiv. yili nechi bilmayman, Godning saloni yozgan. Mana istoriya. Ochinglar, oldin ochinglar. On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone. Bu yoqdan ochib qolgan. Bo'lgan. Abi Jiguli bu. Bu ham ochilmayapti-ku. Bular ochiladi. Jigulniki. Orqadan kira olasizmi? Orqadan kirib ochaman. To'g'ri. Prosta qurib ketgan yo, to'g'rimi? Montajladi shunda bu. Izlayapsanmi? Mana. Ruchkaningizmi undan? Давай. Давай. Ha. Bu lekonni qiling aka. Ana stop Zaporojniki ko'ryapsan? Mana stoplar bor-ku. Zaporoj. Stop. Bo'pti, hayda. Voy. Ana mak. Bu lekonni qildingizmi aka? Bo'ladiganimi, bo'lmaydigani o'zi. Yordam bering. Yurmaganigami yo'q? Yurmaganiga. Bular bu kompaniya hozir ham ishlab chiqaradi. Nima ishlab chiqaradi? Ekskavator, pogrushnik, shunaqa bir spets texnikalar ishlab chiqaradi. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We are Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi bizning navbatdagi avtomobilimiz Hanomag deb ataladi. Bu nemitskiy avtomobil. Men o'zim uchun yangilik, chunki men bunaqa avtomobil ko'rmaganman.
Bu avtomobil haqida ma'lumotlar qidirdik, izladik, yangilik bo'lgani uchun. Feruza aka bu haqda sizlarga to'liq ma'lumotlarni beradilar. Har doim Feruza aka to'liq ma'lumot beradi. Feruza akaga ma'lumot topolmayapsiz. Chunki bu yangi avtomobil biz uchun ham Hanumak yili nechiligini ham bilolmaymiz o'zi buni. Nechinchi yildan nechinchi yilgacha chiqqani ham noma'lum. Hanumak deb izlasak, buldozer boyagi voyenniy texnika mana shunaqa narsalar chiqyapti. Lekin men bu narsasiga hozir e'tibor berib qaradim. Bu ABP harflari ekan. Bu tushunishimcha hozir o'sha vaqt tuning atelyesi bo'lgan bu. AMG, Brabus, keyin qaysi Alpina shunga o'xshagan tuning atelye degani bitta mashinani olib borib berasan, o'sha seni xohishing joylar qilib tushuntirgan, seni xohishingga moslab o'shani tayyorlab beradi. To'yiz olib borasan, ularni o'zini motorni ham tuning qiladi, не только motor, salon qismini ham, tashqi ko'rinishini ham qisqasi mana shunaqa tuning atelye ekan. No, bu aynan shu ekzemplyar mashina haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Na bir izlamagan joy qolmadi. Hozir 1 soatdan beri qarayapman. Nemis laqabli Volgada bu. Nemis laqabli Volga, faqatgina kuzov o'ziniki qolgan, o'ziniki qo'yilgan, lekin qolgan hamma narsa переделка bo'lgan. Biz avtomobilni o'zi 12 yilmi Faralar ham сделано в России. Bu ham Jigulniki, nimaniki, bu nimaniki? SSR anaqalar qo'yilgan, zapchastlar. Bu ham сделано в СССР. Avtomobil Qisqasi 11 yilda nima egasi 11-12 yil davomida umuman haydalmagan, joyida yotgan. Video boshida ko'rdinglar, o'sha o'rab qo'yilgan, yillar davomida turgan o'sha joyda. Endi esa biz bu avtomobilni xudo xolisa har doimgidek ssenariy bo'yicha seriyamizda avtomobilni tiriltirib, hayotga yana bitta shans berib, uni uyg'otamiz. Birinchi o'rinda biz hozir bu svechalarning joyidan silindr ichiga moy yuboramiz. Ana undan keyin yana bitta ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy joylardan bittasi mana kamera olib keling, hozir birdan ko'rib ketamiz. Jitkislarini, tormozdan sistemasini qo'y, nima edi bu? Olinadi. Olinadimi? Bu olinish kerak. Olinadi, lekin men ololmayman hozir uni. Lekin men sizlarga ko'zim bilan ko'rib aytaman, jitkisi yo'q ekan. Mana buning uchun olsang bo'ladi. Ye? Qo'shma. To'la ekan, qaranglar. Bormi yo'qmi? Yo'q, quruq yotibdi-chi. Videoni davomida xudo xolasa sizlarga qanaqa kamchiliklar bor, yana nimalar ko'rinadi ko'zimizga ko'rsatib o'tamiz. Ketdik unda. Va shu mashina haqida biza topolmadik, to'g'risi. Bilganlar izohlarda yozib yuboringlar. Nima mashina bu? Aslida qanaqa motor turgan bunda? Menga lishna qiziq. Nima nechi litrlik motor? Qanaqa dizel turganmi, benzin turganmi? Qisqasi shu gap kuzatishda davom etinglar. Nima qilamiz aka hozir? Demak, o'sha ish boshi svechalarni yechib, silindrga moy yuborib ko'ramiz, aylantirib ko'ramiz. Har doimgidek dan davom ettiramiz. Lekin shu avtomobil haqidagi haqiqiy ma'lumotlarni men o'zim ham juda qiziqyapman, lekin topolmadik. Masalan, kimdir bilsa bu narsani обязательно yozib ketsin. Chunki bizga ham yangilikda bu. Sizlarga ham to'liq ma'lumot bera olmadik. Shu ertaga biz ham o'zimiz ham sizlardan ma'lumot olsak, bu narsa ochib o'tadi o'zimizga. Zo'r deyishgan suvchayib ko'rsatib qo'yinganda. You're commanding to keep love and to hold, making you happy is my desire, baby. Keeping you is my goal. I'll forever love you. The rest of my days, I'll never part from you and your loving way. Bo'ldi. Davay yoqing. CEO. Ruschani ham yirtib yubordimmi? Ha, o'zaka yirtasiz, xabarsan. Suv aka, suv. Miyam olib ketyapti shuni. Mana aka. O'sha yirasiz o'chargan shamolda. Voy.
Buni nima deb tushunsa bo'ladi. Nima qildik endi? Ochayotgan bilamiz hozir nima qilish kerak. Voy god! Nima qilib o'rgansiz aka mashinani? Yerib ketgan endi. Nima qilib o'rgansiz mashinani aka? Filtrmi bu? Filtr laqabli. Yoshligida filtr bo'lgan. Sen ehtiyot qilib minish kerak-da aka odam mashinani. Karburatorda qara. Mana ishni kerak. Qarachi, moy bormikan? Qurib noring usta. O, moy bor ekan. Bo. Moy bor ekan. 40 yillik moy bor. Nega bo'lsang ham mayli. Yo aka, yaxshimi kadr. Ha? Oh. Ushotganim degan. Ha. Uy, bilan nimalar ochib keldi. Men ochsiz ham aka bo'laveradi. Xo'sh, aka. Bu kabel mana bu yoqqa kelgan u, mana. Mana. Eski mana. Zo'r ketgan kabel mana shu. Xo'p. Bu nima berib kelgan bu? Ikkinchidan akkumulyatordan kelgan bu, mana. Akkumulyatorda o'zi kelib bir bo'lsa. Chunki akkumulyatorda nechasi ikki bo'lganda Besh shunaqa bo'lsa-da. Yo'q, elegani. Hop. Hop. Yo'q iskira. Iskira yo'q-ku. Shayr bo'lmasiz kerak. Yo'q, hozir aylantirib ko'rasiz bitta. Qani? Iskira bitta o'rnasiga ham bo'laylik. Masalan. Lekin tarafdan ko'rinadi aka. Yo'q. Iskira yo'q. Nima qiltam etmayapti? Shuna ko'rdingmi? Qo'ying. Qo'y, najda. Ha? Buni qara, gapimni olardi. Odamlar gapiribdi. Ular nima olyapsizlar, nima qo'yapsizlar? Tushunmaymiz deydi. Qisqa aytib o'tib ketsam, shu payt sen videoga olsang. Gapiring aka. Ha, gapiraman. Sekin degan payt kamerani yoqdingda sen ham o'zingcha. Mana Tushunmayapti. Demak chanqaga. Chanqaga. Ya, nima qildingiz? Nima bo'ldi deb. Mana aytib qo'ysang, o'sha 10 ming dollarga ketadi bu mashina. Nima qildingiz? Chanqaganmi deysiz aka? Yig'lab kelyapman. Yig'lab kelyapti. Yaqinni olgan, mana. Ko'pchilik aytib, birov yaxshi oladi dedi lekin. O'rganib qolganman aka yaqinda. Nimalar bo'lyapti vera? Endi yosharasa gapiraveryapman. Oy. Ehtiyot bo'ling. Yomon qildi ya. Isha qo'lima bu. Ko'rlar mana degan. Buni ana bundan kelgan mana babinadan kelgan ulanmagan-ku aka? Babinadan kelgan. O'rtaga, ha? Rosa tiqib qo'ysam bo'ladimi? Yaxshi kirmayapti bu.
Ha. Oy. Aldım. Kim oldu lan kim bu? Demak, tök bor. Bezes tek bu. Endi svechchalarni tozaladingmi shu? Yo'q. Nima tozalama, nima kerak? Ya Ahmet Rus. Aka Mayli qo'ysiz. endi. Ana. Aylantirmasang urmaydi. Kim oldu lan kim bu? Shuki temirdan bo'ladi. Ne kutunda? Mamnun ushlab turdim mamnun. Zash kabel qo'ygan. Ha, endi deganda bu kabel o'z xizmat vazifasini bajarib bo'lgan degan ma'no aynı. Kabel tip bo'lgan deysan-da. Ye? Oo. Ha. Bismillah, yana bitta. Yemiyor. Yemiyor. Nima bor? Yap yangi ekan. Nima akisi Tashlaydi bir musorda mana shuni. Beqa. Ha, yerga tashlaydi. Hay. Yangi narsani nima sindira olasiz ekan-da? Hey, endi. Pulimiz ko'p, almashtiramiz. Oy, zo'r bo'lgan chiqarsa. Muhabbatdan masmun erurik bir armonga harkan Tegadi. sizsiz nega barcha yo'llarga Ko'rgim kelar sizni negadir. Kutaman oydin nariroq kel. Hamma yoqni videoga olgin. Nega bunaqa bachalar uchraydi menga? ko'rgim kelar sizni negadir tararira larira sarira lalare. Tutmaz. Bıkın qilibdilar akamiz, bıkın qilibdilar. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Sankan to'g'riladimi? Sankan to'g'riladimmi men? Qara. Ikkita slankani olib bunga tiqdim. Mana buniki bilan, mana uniki bilan. Va unikini olib kelib tiqdim bu yoqqa. To'g'rilangansiz Mavlono. Nima kamchilik? Kamchilik yo'q. Erur. Bo'ldi, bundaki. Yo'q, noto'g'rilangansan. Qaysini to'g'rilaganman? Yo'q, to'g'rilangansan. To'g'rilangan bo'ladi. Ha, biratga to'g'ri. Hozir nima qilayotganimiz haqida ozgina tushuncha berib o'tib ketsangiz. Hozir nima qilayotganimiz haqida ozgina tushuncha berib o'tib ketsangiz. Shuni bo'shataman. Hozir nima qilayotganimiz haqida ozgina tushuncha berib o'tib ketsangiz. Hozir avtomobildagi benzin nasos qurilmasi alishtiryapmiz buni. Eskisi ishlamagan uchun eskisini ko'chdik. Eskisi, bu yangisi. Yangi emas, bu ishlab turgan mashinadan kechirgan. Mana bu eskisi. Endi nima bo'lganini, nima qo'yganini hali yana batafsil gapiramiz. Voy, ozgina qoldi. Yana. Wow. 1, 2, 3.
Xo'p, demak, buguncha avtomobilni polni ko'rikdan o'tkazib, motorini tirikligiga ishonch hosil qildik. Motor qo'zg'aldi. Endi hozir bizda bitta muammo bo'lyapti. To'g'risi muammoni aniq nimada ekanligini bila olmadik, yoki tramblyorda yoki bobinada bo'lyapti. Bugunchalik shu yerda to'xtatamiz. Mashina zavod bo'lyapti-yu, uch qo'li birdan. Starterda plusda uzganda, starterda kabelda. Unda kalit ham yo'q chunki. Uchta kabelni nima qilib bobinanikini, zamog'likini starterda qo'shganda, zavod bilan zamog' starterda uzganda o'chib qolyapti. Shuni sababini bila olmayapmiz. Endi klemalar ham ayanchli ahvolda. Может, klemadan ham bo'lishi mumkin. Bizningcha tugadi. Salyutlar otildi. Salyut tekinga bo'ldi. Lekin ko'rinmaydi. Ya, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa, ayb nimadaligini topib, mashinani tiriltiramiz. Ha bo'pti. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, kecha mashinamizda motorni uyg'otgandik. Ozgina chala joylari bor edi, ya'ni bobina yoki switch kabellarida ozgina muammo bo'lganligi tufayli biza ayb shundan ko'rib, hozir boshqa ishlab turgan mashinadan switch anaqalarni, kabellarni yechib olib keldik. Tak mana bularni yechib olib kelganmiz. Hozir qotirib, ko'rib, mana bobinani o'rnatib, keyin yana zavod qilib ko'ramiz. Kuzatishda davom etinglar. Like, podpikalarni bosishdan chiqmasin. Nimadir qotiryapti, o'zi ham bilmaydi ekanman, aka. Boya aytdim senga, sen shoshqaloqliging oqibatida ko'p narsadan quruq qolasan. Balki aytmoqchi edim men shu narsani senga tushuntirmoqchi edim. Tushuntiring aka mana. Bobinaning kontaktlarini qotiryapman, ko'rmayapsan. Endi aka, men bilganim bilan mana bu videoda ko'rib turgan obunachilarimiz bilmaydi-ku axir. Obunachilar sendan aqlliroq. Mayli. Aytmaydi nimani qotirayotganini o'zi bilmaydi. So'raydi hatto. Bu nima edi o'zi, nimani qotirdingiz deb so'rashi mumkin, lekin senga o'xshab. Mayli. Obunachilar aqlli. Albatta, obunachilar aqlliligi uchun bizani kuzatadi. Aqlli bo'lmaganda kuzatmasdi. Wow. Lekin mana shu yoqdi menga. Zo'r joyga-na? Aynan siz o'tirish joyga. Masdan. Siz o'tirish uchun qilingan aka o'zi bu. Kelajakda Shahzod degan bola o'tiradi deb. Yo'q ekan. Ha, aka. Tirik avto jamoasining a'zosi Shahzod degan bola o'tiradi kelajakda deb. Bitta jonli bo'lsin. Nima jonli bo'lsin? Mahallada eshitdik oldinga ashiraligan, davay. Boshla. Daryo toshqin, suvlar to'lqin. O'ta olmayman yor. Otim oriq, manzil uzoq. Yetolmayman yor. O'tkinamni oriq qilgan shu mayda tosh yor ey. Ranginamni sariq qilgan u qalam qosh yor ey. Biling. To'xtatlar bu. Qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Bering. Tegizayu. Iti qismasa keyin, aka qismasa keyin paqillayapti bu. Oldin tegizganlarda paqillamayapti. Ko'raylik qani, qaysan ham shu aqlli qilavermachi. Faqat aqlli, vechini norozi odamzod. Men qo'rqyapman paqillashdan. Ha, davay aka. Rahim. Sen menga ishon, do'stim. Ozgina qiynalamiz, kim bu yoq zo'r bo'ladi. Nacho. Yasa bu. Alyo, bratga.
Yaxshi, rahmat. Этот машина заводится и глохнет сразу. Starterni ussam aka, sразу nima bo'lyapti-da? Tok yo'qolyapti. Efirdasiz o'zi, prima. Nimasini ko'ring, babinani ko'ring. Babina tok beryapti, zavod bo'lyapti mashina. Yongandan keyin bir xil atkaz beradi, bir xil qizigandan keyin atkaz beradi, bir xil sovuq paytiga shunday qiladi. Babinadan deyishim. Sovuqsa yonmaydi, qizisa, uchiqsa qayt yo'qsa yonmaydi. Bir yo'lni bichaveradi. Ya ana nimadan emasmi? Tramblyor tayadagi katalizator deydimi, nima deydi? Tapishgachami? Yana bo'ladi-ku, katalizatorim aliment. Krankdan o'tmaydi, mana bu teknikani qaytarib beradi. O'sha. O'shandan ham bo'lishi mumkinmi? Bundan ham bo'lishi mumkin, o'sha asloviy babinadan biladi. Yechamiz. Qizigandagi ishlar qanday qizigandan keyin? Va qizishgacha bormayapti u, вообще. Biror marta u stabilni ishlagani yo'q, zavod bilan o'cha. Zavod bilan starter simni tegizib yoqyapman-ku. Simni uzishim bilan o'chadi. Simni ushlab tursam starter aylansa zavod bo'lib turaveradi. No starterni ham qo'shib aylantiradi. Starterda bitta kabel tegizyapsizmi? Ha? Mana sizda 50 tana o'zilish bor biron joyda. Cho'da mashina yonmayapti-da kechadan beri. Yo, piyoda o'zi bir anaqasi yo'q. Menimcha mamindan yonmayapti bu. Nima aybdor? Qarang-a. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Sizni kallangizga qoyila. Sizni kallangizga hammamizni qoyilamiz. Блин, я такой наглости. Stasera che mi riporta un poco del passato. Io ti sentivo mia. Qisqasi sababini topdik. Hozir babinaga primo berib ko'rdik. Muammo babinada ham emas, tramblyorda ham emas, muammo ichkaridagi kabelda, to'y zamokka ketgan kabelda. Elektr kabellarning hammasida. Elektr kabellar. Chunki ayrim joylarni ko'ring, erib yopishgan, qilgan, ergan joylari ham bor-da, o'shaning uchun ozgina qiynaldi. Shunaqa qilib, endi savol. Sizlar muxlislarga, avto ixlosmandlarga, avto ishqibozlarga shu narsa dalshi qiziqmi? Dalshi yo'q. Yurishi. Kelajagi, ha. Kelajagi qiziqmi bu mashinani? Biza dalshi harakat qilaylikmi, yo'qmi? Bunda tormoz ham yo'q hozir, spleniya ham, muftasi ham yo'q. Polni kabel hamma yo'qlarni bir boshdan tekshirib chiqish kerak. Qisqasi, agar sizlarga bu mashinani yurgan jarayonlari polностью hayotga qaytib ko'chada bemalol harakatlanganlar, jarayonlar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz harakat qilamiz, kommentariylarni o'qib, bu mashinani polni ko'chada yurg'izishga harakat qilamiz. Lekin hozir uyg'ondi tirik avtomobil, faqat yurgani yo'q. Yurish uchun hali ancha ishi bor lekin. Ancha ishi bor. Demak, shu nuqtada seriyani tamom tugatamiz, yakunlaymiz. Hop, keyingi seriyalarda ko'rishguncha xayr. Yo'q, kesishamiz. Olishga harakat qilyapsan? Ha. Yaxshilab bo'lasan? Ha, aka, harakat qilyapmiz. Qanday olasan? Bunday qilib yaqinlashtiribman. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, kecha mashinani chala qo'ygan